Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Universal drabilkalar, betonomeshalkalar, yem meshalkalar, undan tashqari ekonom pechkalarda optim birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bu yerda ekonom pechkalar ham serob, xudo olsa qancha desalaring bemalol yetkazib berishaveradi. Universal drabilkalarga keladigan bo'lsak, Yanchar universal drabilkalar bo'ladi. Yanchar brend ostida ishlab chiqarilayotgan turgan ho'l quruq umuman tanlamaydigandan bo'ladi. Xo'sh, ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, eng kichkinasi 2 kilovatlidan boshlanib 6 kilovatligacha bo'lar ekan. Misol uchun tok past joylarga alyumin motor tavsiya qilinar ekan. 160, 170 tok bor joylarga 2 kilovatli alyumin motorlar tavsiya qilamiz deb aytishyapti. Misol uchun tok 200 dan baland bo'ladigan bo'lsa, mis motorlilarni tavsiya qilamiz deyishyapti. Xo'sh, garantiyasiga keladigan bo'lsak, garantiyalari misol uchun o'zlari mana shu yerda ishlatib ko'rsatib berishar ekan. 4 xil nasatkalarni berishar ekan. Xo'sh, donga, donni misol uchun mayda un holatda chiqarib beradi. Undan tashqari sotali makkalarni mardak holatda chiqarib beradi. Qo'y bobsetkasi, mol bobsetkalari bor. Ho'l quruq umuman tanlamaydi, bemalol chiqarib oladigandan bo'ladi. Dastavkasiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston 12 ta viloyatiga bepul bo'ladi. Faqatgina shahar markazlarigacha bepul qilishib berishar ekan. Narxini aytib o'tamiz, 2 million 200 mingdan boshlanib 3 million so'mgacha narxi bo'lar ekan. 3 xil, 4 xil variantlari bor. Xudo olsa telefon qilsalaring batafsil ma'lumotlarni berishadi. Xo'sh, yem meshalkalarimizga keladigan bo'lsak, eng kichkinasi mana shu ekan, 150 kilodan boshlanib 500 kilogacha bor ekan. Narxi 4 million so'mdan boshlanib 8 million so'mgacha ekan. Bularning ham dastavkasi O'zbekistonning 12 ta viloyatiga, shahar markazlariga bepul bo'ladi. Nari 500 kiloniki bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda qilishib berishar ekan. Ekonom pechkamiz akalar, xohlasalaring 21 ga 21 varianti, xohlasalaring katta 25 ga 25 varianti. Tagida tapchani bor, tevasida reshetkasi bor. Leslar teva past ikkilik, o'rtalari 3 uchlik bo'lar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, dastavkasi ichida O'zbekiston 12 ta viloyatiga, shahar markazlariga dastavkasi ichida bo'ladi. Narxi mana shu holatda 800 ming so'm. Xo'sh, ustakalarimiz yangilik qilishib qo'yibdi. Mana bunday holatda uyga dekorativni ko'rk berib turadi. Narxi 850 ming so'm ekan. Mana shu holatda kraskalangani, xudo olsa baquvvat zo'rdan bo'ladi. Optim yo'lovchilarcha albatta ozgina yo'lda qilib berishadi. Bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahar, Afg'onbog'dan bo'lyapti. Xudo olsa mana bu yerda ishlab chiqarish sexlari. Ikkita sexlar bor. Bu yerda aksariyat pechka ishlab chiqarilar ekan. Narigi sexlarda drabilkalarda ishlab chiqariladi. O'zlarida lazerli stanok, gif stanok, hamma narsalari bor. Xo'sh, ko'rishlaringizki, pechkalar serob. Undan tashqari betonomeshalkalarim bor. 0.25 kubal hisoblanadi. Motorlari yangi motor bo'ladi. Xudo olsa rolli varianti. Narxiga keladigan bo'lsak 3 million 800 ming so'm. Dastavkasi kelishilgan holatda bo'lar ekan. Bularga drabilkalari keladigan bo'lsak, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga bepul, albatta shahar markazlarigacha. Kimga narxi, misol uchun garantiyalari, qandaydir savollar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekran pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol chiqib batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Manzilda aytib o'tdik. Videomiz kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, bemalol like bosib qo'yish esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar.